Assalomu alaykum. Navbatdagi High Textildagi kuxonniy mebelimizni bitirdik. Bu kuxonniy mebelimiz uchastkada Sergelida joylashgan. Buni ko'ramiz. Bu kuxonniy mebelimiz endi ancha katta, ham joydan bemalol ancha foydalandik. Buni sal boshqacha variantda qilingan. Buni ko'ramiz. Hop. Bizning fasadlarimizda Ahmed Besiylar hammasi birinchi qavat fasadlarimiz hammasi oynali, eshiklari ham profilli, temir profil. 18 davutchilik yopiladi. Har bitta bu anaqamizda polkalarimizda bunda ko'rsanglar bo'ladi. O'zi ochib ham shart emas. Ko'rinib turibdi. Har bitta polkada podsvetkasi bor. Hop, gazimiz varishniy panel. Gazimiz varishniy panelimiz 90 talik, tepasi ham 90 talik. Bu ham anaqada sensorda bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Bu ham o'ziga yarasha chiroyli qilingan. И tepasiga ham texnik shkopi bor. Shkopi ham bemalol Xudo xolisa bu narsa bo'lsa bemalol almashtirib, bemalol ushlab turishadi. Yoniga ham kichkinagina shkopchasini qildim. И varishniy panelimizni tagiga, qo'shuvlarga, kapkirlarga, bu narsalarga joy qilib qo'ydik. Bu sekin yopiladi, o'zi davutchilik bu. Hamma mexanizmlarimiz sifatli, xudo xolisa ancha yil xizmat qiladi. Bu yo'g'iga bitta, yoniga bitta shkopchasini qildik. Hop, bundan tashqari kargoyimiz bor. Endi yog'lar, bu narsa qo'yib qo'yishga bemalol qo'yib qo'yaveradi. Uy bekalari maza qilib xudo xolisa ishlataveradi. Bu yoqda pichog'i, qoshiqlari, bu narsa qo'yaveradi. Keyin bundan tashqari modga bitta posuda moyka qo'ydik. Bu posuda moykamiz ham stroyning ichida 12 personli kattagina. Hop. Yana moyka. Moykamiz ham 85 talik kattagina. И tepasiga ham aventislik qildik. Tepasi ochiladi aventisda и bu yoqqa mana qo'yib idish tovoqlarni bemalol taxlashveradi. Bu ham 80 talik. И tepasiga ham yana дополнительный polkasini qilib qo'yganmiz. Pastida ham texnik shkosh bor, bu yerda ham netay musorchilar bu narsalar qo'yishadi. Mana bu yoqqa ham kattagina qilib shkopini qildi buni. Xudo xolisa ancha-muncha narsa sig'ib ketadi. Joyimiz xudo xolisa ancha keng bo'lgani uchun bemalol foydalandik. Bu endi pro anaqamiz bezruchka golov profildan qilingan. Profillarimiz tilla rang profil. Ahmed Besiylar o'zi sekin yopiladi. Ancha yil xudo xolisa xizmat qiladi. Bu yerda ham xuddi shunaqa polkasi. Yana bitta tortma. Avstriyskiy firmaning petlalari. Xudo xolasa ancha yil xizmat qiladi. Mana bunga ham ko'rsangiz Ahmed Besiylar oxirgacha ochganda tegmaydi. Stoperlar qo'yilganda, stoplari bor. Xudo xolasa bu shkopimizga zarar qilmaydi. Bu yoqqa ham o'tga panel qo'yganmiz. Panelimizni mana bu bitta Mikonovka и dуховой pechimiz o'rnatdik. Hop, undan tashqari xolodilnikimiz bor. Bu xolodilnikimiz ikkita eshikli, ancha katta, tegayni morozinniy, tepasiga bitta shkopini qildik. Bu shkoplarimiz endi katta-katta bu narsalar solishga, qasqon, mana shunday narsalar solishga, endi o'zbeklarda idish tovoq ko'p ishlatiladi. Shuning uchun shunaqa alohida kattagina joy qildik. Undan tashqari bu yerda tepa antresolimiz ham bor. Antresolimiz ham ancha katta, keng, ichiga ancha-muncha narsa sig'ib ketadi. Xudo xolisa uy bekasi umuman qiynalmaydi. Joy yetish yo'nalishligidan bemalol, xudo xolisa joy hammaga yetadi idish tovoqlarga. Undan tashqari stolishnistalarimiz ham sifati yaxshi, keder stolishnisti. Bularga stoyki, xudo xolisa ancha yil xizmat qiladi, ishmaydi. Undan tashqari teglariga ham podsvetkalar qo'yganmiz. Bemalol oldilari yorug' bo'lib, maza qilib ishlatishadi. Xudo xolisa bu anaqamizni bitirdik. Oshxonamizni, kuxonyamizni bitirdik. Bu o'zi lekin uyda boshqa mebellarni ham qilganmiz. Sizlarga ham shunaqa bir sifatli bir yaxshi mebellar kerak bo'lsa, kuxonniy mebelmi, spalniymi, prixoshkami, qanaqa mebeldan qat'iy nazar bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Telefonlarimiz bor, kanallarimiz bor, YouTube'da ham, Instagramda ham, Telegramda ham kanallarimiz bor. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Borib o'lchash, maslahat berish bepul. Ko'rishganda ko'rishamiz.